Assalamu alaykum mırzalar. Şu ko'rib turgan jo'jalarimiz 5 kunlik o'z-o'zidan mesni joydagi jo'jalar, ro'panlari. Budaklar bo'lsa kichkina cho'ngroq 10 kunlik jo'jalarimiz. Naki. Hozir bularni uylariga yutatib 10 kunlik vaqt belgilay deb kimga shunday jo'jalar kerak bo'lsa, onun qancha kunliklarni aytsanizlar, o'shaga vaqt beramiz. Bularda Adleskiy servisli degan parodamiz. Boshqa zirenko balapandari Leggoran. Bularda dili o'sha jami chiqqan 5 kunlik jo'jalarimiz. Bu yoqda Adler servisli degan jami chiqqan. O iki qora jo'ja bu yoqda qolib tur, qandaydir. Hozir bizda buyursa bu dona jo'jalar dili chiqadi 2 kundan keyin. Avvalgi dili zakaz olamiz. Nomerlarimizga qoldirib ketamiz. Baylanishib zakaz bersangizlar bo'ladi. Bruderlar sotiladi. Zakaz olamiz, zakaz bersangizlar. Bu yoqda hozir endi tayyor bo'lib o'tadi. Bu bruderimiz tayyor bo'ldi. Hozir mana ikki yoqda gulchoqtiri bor. Asti qalin atsinkovka belga bir zamonan bo'lgan. Mana patron elektrический yoqlari bitib bari qaralgan. Tayyor. Bir yilga saqlab qo'ysangiz bo'ldi. Bu asti paddon biz laqtab qo'yganmiz. Suv to'g'ilib ketsa, jo'rni qirqtar suv shimmaydi, nim bo'lib ketmaydi. Ana bu ikki aqoshqaga biz setka qilib qo'yamiz. Потому что hozir уже kunlar isib havo kirib jo'jalarga g'aloslar bo'lsa, klyonka qilib qo'ysa bo'ladi. Biz setkani обязательно qilamiz. Aynek bo'lsa, aynek derdeb hozir kunning isig'ida kichkina jo'jalar qiyin bo'lib qoladi jo'jalarga. Shunday bo'lgan bruderlarga zakaz olamiz. Bu durasi 125, budag'i 60 cm. Где-то 100-120 jo'jaga ulayiqlashtirilgan. Kimga qiziq bo'lsa, zakaz bersangizlar bo'ladi.